Hop, assalomu alaykum barchaga. Bugun quyidagi masala bilan tanishib chiqsak. Hop. DNK fragmenti birinchi zanjirdagi timin nukleotidlar soni ikkinchi zanjirdagi sitozin soniga teng. Lekin ikkinchi zanjirdagi guanin sonidan 2 marta kam. Ikkinchi zanjirdagi timin nukleotidlar soni birinchi zanjirdagi timin nukleotidlar sonidan 6 taga ko'p. Agar ushbu DNK tarkibida 792 ta vodorod bog' mavjud bo'lsa, quyidagi DNKdagi jami guaninlar sonini aniqlang. Xo'p. Quyidagicha ishlasak, ya'ni DNK zanjirini chizib olamiz. Ikkita zanjir. Adenin, timin, guanin, sitozin deb yozib olamiz. Timin, adenin, sitozin, guanin. Xo'p. Birinchi zanjirdagi timin nukleotidlar soni ikkinchi zanjirdagi sitozinga teng. Mana bu soni x, mana bu soniga teng ekan. Lekin ana shu timin ikkinchi zanjirdagi guanindan 2 marta kam ekan. Demak, bu timin bu guanindan 2 marta kam bo'lsa, bu guanin bundan 2 marta ko'p bo'ladi. Demak, mana bu 2x ana shunda timin guanindan 2 marta ko'p kam bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi zanjirdagi timin nukleotidlar soni, ikkinchi zanjirga timin nukleotidlar soni mana bu soni birinchi zanjirdagi timin nukleotidlardan 6 ta ko'p. Birinchi zanjirdagi timindan x plus 6 mana bundan 6 taga ko'p. 6 marta emas, 6 taga. Xo'p, endi agar ushbu DNK tarkibida 792 ta vodorod bog' mavjud bo'lsa, ushbu DNKdagi jami guaninlar sonini aniqlang. Xo'p, mana bu komplementar ta'sirda bir-biriga teng bo'ladi, ya'ni adenin timinga, timin adeninga, guanin sitozin va sitozin guaninga teng bo'ladi deb olsak. Xo'p, mana bu ham x plus 6, mana bu ham x, bu ham x, mana bu 2x ga teng ekan. Xo'p. Endi bizda umumiy vodorod bog' ma'lum. Buni qanday foydalanamiz? Ya'ni bu adenin va timinni x plus 6 x plus mana x plus 6 buni ko'paytiramiz 2 ga, ya'ni bular orasidagi vodorod bog'iga 2 ga ko'paytiramiz va qo'shamiz. Bu yerda 1x plus 2x bor ekan. Buni esa guanin va sitozin orasidagi vodorod bog', ya'ni 3 ga ko'paytirsak, bu teng deydi 792 ta vodorod bog'iga. Xo'p, buni hisoblasak. Dastlab bu qavs ichidagini hisoblamiz, ya'ni x ga x qo'shsak 2x plus 6 buni 2 ga ko'paytiramiz va qo'shamiz 3 ko'paytirilgan 3x. Mana bu qavs shart emas. Bu yerda qavsni yoz. Xo'p, buni ko'paytiramiz 3x ga teng 792. Xo'p, endi qavsni ochsak, 2 ni 2x ga ko'paytirsak 4x plus 2 ni 6 ga ko'paytirsak 12 plus 3 ni 3x ga ko'paytirsak 9x teng 792. Xo'p, 4x bilan 9x qo'shilsa 13x teng 792 dan 12 ni ayirsak necha chiqadi? 780. Xo'p, x ni topsak 60. Bu yerda bizda x deb timinni, bu yerda guaninni belgilagandik. Xo'p, endi har birining sonini yozadigan bo'lsak, x 60 ekan. Buning soni 66, bu ham 66. Mana bu 60, bu ham 60, bu ham 60, bu ham. Endi 2x debdi. Bizda bitta x'imiz 60 edi, ikkita x'imiz 120 ta. Bu ham 120 ta. Xo'p, endi bizdan nima so'rayapti? Ushbu DNKdagi jami guaninlar sonini aniqlang debdi. Xo'p, bizda bitta zanjirdagi guanin soni mana. Bitta zanjirdagi guanin 60. Bunga qo'shamiz ikkinchi zanjirdagi guanin mana 120 teng 180. Mana bu DNKdagi jami guaninlar soni ekan. Xo'p, shu bilan masalamiz tugadi.